shaharda bu degan o'zidan ketgan blatnoylar boshlaydi. Mana endi qaymasga shu topshiriqni berdim. Butun shaharda xatlov qilindi. Xalqqa qaytarib bering buni. Bu xalqniki-ku. Hech kim hech qanaqa tanish bilish bo'lmasin. Следи за этим. Shu korxonaga asos solganmiz. Hech kimdan yordam olmaganmiz, hech kimdan kredit olmaganmiz. O'zimizning shaxsiy mablag', ya'ni boshqa joy, har xil joylarda ishlab turib, topgan peshana terimizga shu zavodni ochganmiz. Lekin har xil davlat tashkiloti kelib, unisi kelib turtib ketsa, bunisi kelib urib ketsa, biz qachon ishlaymiz? Zavodimizda agar bunda olib qarasanglar 2 oy oldin 50 ta xodim bor edi. 40 taga tushdi, 30 taga tushdi, bugun 0 ga tushdi. Nima niyat qilinyapti tadbirkorligi, nima niyat bilan, nima maqsad bilan bu ish qilinyapti? Men bilmayman lekin. Bilmayman, bizlar hozirgi o'tirgan ministrlar, yo'q, nima deb har xil tashkilot rahbarlari asl maqsadi O'zbekistondan Rossiyaga, Belarusga mardikor yetkazib beradigan davlatga aylantirib ishmoqchimi? Butun dunyo bo'yicha hamma rivojlangan mamlakatlarni o'rta va kichik biznes rivojlantirgan. O'sha asosiy xalqqa asosiy qismi kichik va o'rta biznesda ishlaydi. O'sha yerda non topadi, o'sha kichik va o'rta biznes davlatning ravnaqi va rivojiga eng katta hissani qo'shadi. Lekin O'zbekistonda buni 90-180 gradus teskarisi bo'lyapti. Prezident administratsiyasidan, shaxsan prezidentimizdan bitta narsani iltimos qilamiz. Bizani tadbirkorlarni himoya qiladigan, qo'llab-quvvatlaydigan bitta tashkilot qilib beringlar. Yordam beradigan emas, faqat himoyalaydigan. Men bilaman, men ishonaman, O'zbekistonda yetarlicha tadbirkorlar bor. Ularga yordaminglar kerak emas. Ularga tiymasanglar bo'ldi. O'zbekiston 5 yil o'tar, 10 yil o'tar dunyoning eng rivojlangan mamlakatiga aylanadi. Iltimos, bu amaldorlarimizga bitta yo'l qiladigan, o'sha amaldorlarimizdan bizani himoya qila oladigan bitta dona tashkilot qilib beringlar. Iltimos sizlardan. Qo'lingizdan kelsa, hurmatli xalqimizni, mana shu videoni maksimal tarqatinglar, kerakli joylarga yetib borsin. Bizdagi tadbirkorlarga jabr bo'lavermasin. Oldindan hammangizga rahmat.